yillar o'tgan sayin ayollar uchun deylik mana shu kunga kelib deyarli erkaklar bilan teng infrastruktura shakllantirilgan, ayollik infrastrukturasi. Masalan, oldin umuman tasavvur qilinmagan mana bunaqa suhbatlashib o'tirishdi ham. Ya'ni butunlay ayollarga nisbatan munosabat boshqacharoq bo'ldi. Sarvinoz, buning sabablari bor. Ya'ni feminizm degan paytda hamisha men ko'pincha taklif qilamanki, bu siyosiy hodisa. Feminizmni tushunmaysizlar, hokimiyatning xususiyatini tushunmaguncha. Ya'ni mana tasavvur qiling, hokimiyat erkaklarda va deylik o'sha premodern davrida ham va ular erkaklarga xos infrastruktura shakllangan va jamiyatni shakllangan. Hamda aka, bu janglar bilan ham bog'liq emasmi? O'sha premodern davrida jang qilgan-ku asosan. Bu erkaklarda kuch bo'ladi, o'sha jismoniy, ya'ni shu orqali ham o'tib qolmagan patriarxalga. Jang bu siyosiy hodisa. Ya'ni diplomatiyaning keskin ko'rinishi jang, urush hisoblanadi. Va davlatlarning tashkil topishida birinchi o'rinda urush eng asosiy masala bo'lgan va urush bu butun davlatning strukturasini shakllantirgan. Ya'ni urush bu sayohat, urush bu daromad, urush bu hokimiyatni ushlab turish, urush bu o'sha hokimiyatning asosiy xususiyati. Qurol ishlab chiqarish, boshqa narsa, bular hammasi o'sha erkakka moslashtirilgan. Shuning uchun Sarvinoz, bu yerda nima uchun bunday deb savol berilmaydi o'zi aslida.